Kichikdaligimizda roskosh bo'lgan va hozir bazaviy minimumga aylangan narsalar haqida gaplashamiz. Ketdik. Birinchisi, naверное, Snickers konfetalari. U paytda kim 80-90 yil bo'lsa, men esimda bir 5-6 yoshligimdan endi reklamalari chiqib, reklamada bir ishtahala bilan yeb ko'rsatganda hamma yegisi kelardi. Uyga juda ham redka u narsa kelardi. Kelsa ham biz yetitamiz oilada, ota-onam bilan birga. Kichkinaligimizdan bizani bo'lishib, teng bo'lishib yeyishni o'rgatishardi. Hamma narsani umuman yeyish emas, o'shani 7 ta bo'lagiga bo'lib, har bitta misol qilinglar, konfet maminda bo'lsa, maminda bo'lagini bir avaylab, asrab, kim birinchi yeb qo'ysa, yeb bo'lmaganlarni oldiga qarab turardik. O'sha narsalar hozir shkofimda shunaqa to'la, qaragim ham kelmaydi, yegim ham kelmaydi, bir ishtahala kelib qolsa, mencha unaqa shirinligi o'chmasman. Keyingisi, naверное, tualetning bumaga bo'lsa kerak. Esimda eski daftarlarnimi yo kitoblarnimi tualetga qo'yib qo'yardi, uni g'ijimlardik, yumshatib keyin ishlatardik. Hozir qanchalik jirkancha eshitilmasin, bu narsa bo'lardi hamma oilalarda, hamma bo'lmasa ham ko'pchilik oilada. Hozir tualetning bumaga pachka-pachkalab olishga qurbimiz yetadi. Banan birinchi yeb ko'rganim 5-6 yoshimdamidi, yo'qsa amakim olib kelgandilar bir. Undan keyin o'zim katta bo'lib ishlash boshlaganda har oylik olganimda bozorga obязательно kirib banan, kola, fanta litrli ko'zimga ko'rgan hamma shirinliklar, kitayskiy salatlarni uyda magazindan, bozordan uyga kirib ketsam, oyim bilan adam, "O, dosh oylik olibdi" deb rahmatlik hamon poylab turardi-da. Juda ham shirinlik yeyish ko'rardi. Bananim qorayib tashiydigan ahvolda yotibdi bananim. Kiyim, oyoq kiyim. Kichkinaligimizda biz Zayrni akam biznikida yashardilar. Ularning kiyimlarini kiyardik, yo bir-birimizdan qolgan kiyimlarni kiyardik, oyoq kiyim asobini bo'lishib kiyardik. Esimda birinchi marta o'zimning oyoq kiyimimni onam olib bergan, ipodromga borgan edik. Ipodromda chiqib ketayotganimizda, bo'ldi ketyapmiz deb chiqib ketsam ipodromdan ular oxirgi seksiyasiga qayrilishganda, men orqaga qarasam yoshkim. Men tasavvur qilinglar, jeta bilmayman, 7 yoshmanmi, 8 yoshmanmi. O'sha paytdagi sostoyaniyam yaxshi kelishib qolgan ekan, yo'qolib qolsa borib mashinadan oldida tursin parkovkada, borib mashinaning ustiga chiqib turganman, oyimni yuzlari hali ham esimda, yig'lab yo'qotib qo'ydim deb. Hozir oyoq kiyimim meni erim meni bashmashinchisan deydi. Naверное, yoshligimizda nimani ko'rmagan bo'lsak, nimadan siqilgan bo'lsak, kattaligimizda u izbitkada bo'ladi, u slishkim ko'p orasiz. Naверное, u yoshligingizda olgan shunaqa emotsionalniy travmalar bo'lsa kerak. Keyingisi, naверное, tug'ilgan kunda emas, balki boshqa kunlarda ham xolodilnikingizda yo stolingizda tort yo konfet turishi. Kichkinaligimizda bizda faqat mehmonlar uchun ochilardi u narsalar, qurtlab ketardimi, bir nima bo'lardi, bizga mumkin emas edi, uning faqat mehmonlarda bo'lardi. Hozir любой payt chiqib tort olib kelsam bo'ladi, xohlaganimni. Bilasizlarmi, nima o'yladim? Bir xilda ota-onamizdan xafa bo'lamiz. Yoshligimda unaqa berishmadi, buni berishmadi, buni olib berishmadi deb xafa bo'lib qolamiz ozgina, lekin katta bo'lganimizda anglab yetamizki, o'sha payt ota-onamiz qo'lligidan kelganicha, balki ortig'i bilan bizga berishgan o'sha paytda. Lekin agar sizni xayolingizdagi narsa bo'lmagan bo'lsa, u sizni problemangiz. Sizni xayolingizdagi ota-ona qanaqa bo'lish kerakligi представленияsi, lekin ular tomonidan qarasangiz, ular sizlarga уже borlig'ini уже berishdi. Bu narsani anglab yetsangiz, ota-onangizdan xafa bo'lishni to'xtaysiz, ota-onangizdan bir nima kutishib, o'sha yoshligingizda nima o'ylagansiz, nima olib berishmagan ota-onangiz, naверное, u sizni tasavvuringiz, u sizni xayolingiz. Hozir ona bo'lib tushundim shuni. Ona har doim farzandiga maksimumini beradi. Qo'lidan kelganicha, o'sha paytda imkoni boricha, qurbi yetguncha beradi. Xullas, sizlarda qanaqa bo'lgan raskosh, hozir ba'zi minimumga aylangan narsalar bo'lsa, yozib qoldiringlar.